Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz do'stlar. Bugun Kia'dan tug'ilgan kuni shekilli. Bugungi 3-mashinamiz. Birinchisi Kia K3 2021-yil Moskvaga edi. Undan keyin Kia Sorento 2023-yil 8000 probegda 2.5 полный привод. U ham arzon chiqib qoldi. $24500 ga. Mana bu mashinamiz Kia K5 2022-yil Moskvaga bu ham. Ozodbek aka, mashina murabbiyson, dolgajdanli mashinamiz. Mana auksiondan kelganligi uchun ozgina chang kirdi. Polностью yuvib, tozalab, jo'natishdan oldin chiroyli qilib video отчет qilib beramiz. Mashinada maksimalniy komplektatsiya, ikkita eshik, бесключевой доступ, слепой zona, 360 kamera, to'rtta elektropaket, память сидения, клавиши сидения водительский и пассажирский, мультируль, круиз-контроль, удержание руля, удержание полосы, скольжение, удержание полосы. Так, bu yerda ozgina chang, holi bu yerga kirganimiz yo'q, lekin bu yerni ham attib tozalab, chiroyli qilamiz. Беспроводной зарядка bor, подогрев обдув водитель, подогрев обдув пассажир, подогрев руля, драйв мод. Bitta hammasini ishlatib ko'ramiz. Mana, xudo xolasa ishlab turibdi. Беспроводной zaryadkalari kulishdan orqaga oldinga yuradi mana, marhamat. Kuluchi. Xo'p. Автохолд, авторучник, парктроник, video. Так, mana, marhamat. 360 kameralar tiniq ishlab turibdi. O'zlaring ko'rishlaring mumkin. Поворотникni yoqqanda mana bunaqangi kablo elektronli yonadi, ko'rsatadi tashqarini. Xo'p, lipistoklari bor. Bunaqangi svetodiodlari bor. Saloni ham maksimalni, xullas akalar. Bilmayman, mendan to'liq maksimalniy komplektatsiya olishadi, prostoy olishmaydi. Mana ko'rishlaring mumkin. Endi xo'p. Mana marhamat, farlarning yonishi. Mana. RS Avtotrading. Telefon nomerlar. Murojaat uchun 967 003 0500. Marhamat do'stlar. Kimga kerak bo'lsa, mashina ideal holatda, chotki farlarni ko'rishlaring mumkin. Mana. Marhamat. Kimga kerak bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar do'stlar. Chiroyli mashinalarni taqdim etamiz.